عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: ruhlar to'plangan askarlardir. Bir-birini taniganlari ulfatlashadi, bir-birini tanimaganlari ayri tushishadi dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning ma'nosi shuki, ruhlar joylashgan jasadlar bu dunyoda uchrashganda o'zining xilqatiga ko'ra yo ulfatlashadi, yo ayri tushadi. Yaxshi odam o'ziga o'xshash yaxshilarga, yomon esa yomonlarga moyil bo'ladi.